tapqanlar bor, lekin qanday tepishni bilmayapsizlar. Mening ma do'konimchi qizlar 12 pinfang. Yaxshi motigalikinglar xayrlik bo'lsin. Sizlarga qisqan bir mazmunni sunay, chunki jiq qizlar mush kiyim-kechak to'g'riliq masala so'rab dekansizlar, do'kon ochqimiz patdi deb. Assanglar buludu qizlar bo'lmaydi emas. Endi so deganiki yo'li bir rizqi bilak deydigan gap bor ko'ngillarimizni. Lekin hozir so'da haqiqatan bek bo'sh. Agar mushu to'rdan foydalana olsanglar, assanglar bo'ladi. Lekin mushu do'kon kirgan xaridorlarga ochma desanglar, meningcha bu yilga qarta to'xtab turishinglarni tavsiya qilaman. Agar turishlik o'rninglardagi do'konlarning ijorasi to'van bo'lsa, sinab yiqinglar. Yuqoriroq qo'yib qolsa, meningcha mablag' sanmay turishinglarni tavsiya qilaman. Menga mana 1 yildan ish 1,5 yil bo'lib qolay dedi do'kon ochqanimga. Lekin mening do'konimga kirib mal oladigan xaridor qat'iy yo'q. Asosan to'rdan foydalanib setyapman. Endi bu to'rning meli emas, amaliy do'konning meli bo'lganligi uchun bir ag'an xaridorlar qaytlab avotadi. Chunki sifatli qat'iy masala yo'q. Shunga aldirmay bozor kuzdinglar qizlar. Aldiraqsanlik bilan bir ish qilmanglar, bo'lmasa bika yeninglardagi pul biroq chikitib qoladi. Jumi qolgan tafsilotni keyingi mazmunimda so'zlab beray. Qo'shib elinglar qizlar, turmushimdagi aktiv mazmunlardan bahrilayman.